Menga qara tunch mashinadan. Tushunmadim, o'rtoq, nima deyapsan? Menga qara tunchni olmasang, seriozli gap bor. Tushunamda. Menga qara Bilollar haqqini yeganing rostmi? Ha, gap beodamida, o'rtoq, borib aytib qo'ygin. Puliga xuladi, qarochi. Vijdoning bormi? Senga yomon og'ir kuningda yordam bergan bolani qo'lini tishlayapsanmi yoki esingdan chiqib qoldimi o'tgan yilgi voqealar? O'rtoq, ishlaring ham zo'r bo'lib ketdi. Xudo xolisa, savdolaring uchayotgandir. O'rtoq, 2 tandir nonim qoldi. Shuni tugatdi. 2 ta onaxonga ham non beraman, duo qilib qo'yadilar. Bilol, yaxshimisan, o'rtoq? O'rtoq, ozgina yordam kerak, o'rtoq. Onaxon, больница ichib qoldilar. Dori-darmonga pul kerak bo'ldi, o'rtoq. Yordam qilib tur, iltimos. Siqilma o'rtoq, hammasi yaxshi bo'ladi. Men kassadagi bor pulimni oldi, onaxonni davoladi. Ozgina nonim qoldi, hozir sotaman-da, yana olib boraman yetmasa. O'rtoq, kattakon rahmat. Bu yaxshiligini hech qachon unutmayman. Nega? Bo'pti, o'rtoq. O'rtoq, gaplarimdan xafa bo'lma. Haqqini qaytarib ber. Sani iminni og'ir kuningda onang больницаga tushganida yordam qo'lini cho'zgan. Men o'sha yerda senga guvoh bo'lib qolganman shu holatga. O'rtoq, to'g'ri aytasan. O'sha olgan qarzimni 2 barobar qilib qaytaraman hozir. Meni ko'zlarimni ochding. O'rtoqchilik shunaqa payti bilinadi. Rahmat, o'rtoq, kattakon. Tushungan bo'lsang xursandman, o'rtoq. Bilol, o'rtoq, esingdanmi sendan 1 yil oldin qarz olganim? Esimda. O'shani qaytargani keldim. Lekin qaytarishdan oldin senga bitta gapim bor. Qanaqa gap? O'rtoq, seni dilingni ortib katta xato qilgan ekanman. Ishonasanmi? Seni dilingni ortgandan beri yonimda bitta ham sodiq do'stu yorlarim qolmadi. Hammasi xiyonatkor, meni sotib ketishdi, o'rtoq. Faqat yo'dima, bergan puling 2 barobar, o'rtoq. Mashina ol. O'rtoq, faqat meni kechir, mendan rozi bo'l.